AgroPro 2026 Samarqanddagi xalqaro qishloq xo'jaligi ko'rgazmasidan siz muxlislarimizga ma'lumot yetkazishda davom etamiz va mana endi bir qiziq narsa ko'rib qoldim, sizlarga ham ilindim. Feruz aka, sizlari assalomu alaykum. Feruz aka yana bir bor. Avvalambor va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Shu mikrofonimizni taqib olasiz. Mayli. Feruz aka bilan qisqagina ma'lumot oldim. Qolmang ishlar bilan. Rahmat, bor bo'ling. Avval o'zingizni, keyin korxonani qisqacha tanishtirib berasiz. Men korxona rahbariman. Feruz familiyam Rahmatov. Feruz aka rahmat. Endi yo'nalishni aytsangiz bo'ladi, bemalol. Asosiy yo'nalishimiz broiler naslchilik, parrandachilik yo'nalishimiz bor. Bu yil O'zbekistonda yangilik qilib, yangi yo'nalishdagi bo'lgan parrandachilik yo'nalishini olib keldik. Bu xonaki parrandalar zoqi. Qani kerakchi, Ikki xil parranda tanlab keldik. Juda ko'p o'rgandik. Qaysi parrandalar O'zbekiston sharoitiga to'g'ri kelar ekan. Birinchisi. Ikkinchisi tuxumdorligi va uchinchisi go'shtni ta'mi va uning sifatini ko'p o'rgandim. Va Chexiyaning dominant zotlariga kelib to'xtaldik va o'shani naslli tovuqlarni olib keldik. Hozir siz ko'rib turganingiz dominant red deyiladi, qizil va dominant Sussex degan zotlar. Ikkalasi ham dominant sortiga kiradi-yu, rangi boshqachami? To'ppa-to'g'ri. Endi bizni bilasiz, parrandachilik bilan shug'ullanadiganlar Feruz aka. Go'sht yo'nalishimiz alohida, tuxum yo'nalishimiz, roller deymiz. Ikkalasiga ham to'g'ri kelaveradi bizga dedingiz, men hayron bo'ldim. Shuni tushuntirib bersangiz muxlislarimizga. Bu parranda zotlari go'sht tuxum yo'nalishi zotlari deyiladi. Bir yilda 320 ta 330 ta tug'adi, tuxum tug'adi va undan keyin so'ygandan keyin ham 2 kilo go'sht ham beriladi. Tuxumini olib keyin qolgani ham go'sht yo'nalishida foydalansa bo'ladi demoqchi. To'ppa-to'g'ri. Afzal tomoni bularni boqish jarayonida alohida maxsus xonalar yoki maxsus jihozlar bo'lish shart emas. Bu xonaki parrandalar hisoblanadi. Va o'zimizda uy sharoitida ham bir xil o'sib ketaveradi. Yemga bo'lgan ehtiyoji ham unchalik qattiq emas. Misol boynaga biz aytdik-ku, broiler yo'nalishida maxsus yem berish kerak yoki tuxum yo'nalishidagi maxsus yem berish kerak degan fikrlar yo'q. O'zimiz yem tuyilgan makkay, tuyilgan bug'doy, yo uyda qolgan ovqatlari, o'shalarni tuyib maydalab, o'shalar bilan boqsa ham bo'laveradi. Unda ratsionlari haqida chorvachilik yo'nalishida gaplashdik. Uni tovuqda ham ratsionlari muhim hisoblanadi. Siz aytib o'tyapsiz hozir, unaqa tanlamaydi deb bu yerda yemlarni ko'ryapmiz. Bu olib kelib qo'ygan yemlaringiz mana shu tovuqlarga beriladigan yemlar. Nima yemlar bular bu yerda turgan? Xo'p, bizlarda yem ishlab chiqarish korxonamiz ham bor. Barakado'gin don degan markamiz bor, yem chiqaramiz. Broiler yo'nalishidagi bo'lgan oziqa va tuxum yo'nalishidagi bo'lgan oziqalar ham ishlab chiqaramiz. Go'sht yo'nalishida ham, tuxum yo'nalishida ham o'zi ajratilgan, desak to'g'rimi? To'g'ri. Ajratilgan. Sizlar mana shunaqa parrandachilik bilan shug'ullanish bilan birgalikda bularda ratsioniga to'g'ri keladigan ozuqalarni ham ishlab chiqarar ekansiz, to'g'rimi, Feruz aka? Bir necha yildan beri bu bilan shug'ullanganimiz sababli parranda va uni atrofidagi bo'lgan tadbirkorliklarni harakat qilyapmiz. O'shalar bilan harakat qamrab olishga, yem ishlab chiqarish yo'liga qo'yganmiz. Dori-darmonlar bilan ta'minlashga, vaksinalar bilan ta'minlashga yo'lga qo'yganmiz. Undan keyin maxsus jihozlari bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz. Nimaga fermer kelsa, tadbirkor kelsa, men parranda boqmoqchiman desa, uni istagi bo'lsa, bu o'shani unga kerak bo'lgan hamma narsalar bilan ta'minlaymiz va maslahat beramiz, tushuntirib beramiz, o'rgatamiz qanday qilib tovuq boqishni. Nari tomonda qo'yilgan mahsulotlar vitaminlarimi? Bu maxsus vitaminlar. U yerda antibiotiklarimiz ham bor. Keling, yo'lini tanishtirib. Maxsus vitaminlarimiz ham bor. Antibiotiklarimiz ham bor. Bu parrandalarning kasalligini oldini olish va uni davolash uchun ishlatiladi. Lekin meni xursand qilayotgan, shu sohada xursand qilayotgan bir mavzu bor. Oxirgi bir necha yildan beri tabiiylikka ko'proq talab ko'paydi. Antibiotik ishlatmaylikda, uni tabiiy yo'llari bormi davolashda degan juda ko'p bo'lyapti. Bu talab ko'payapti. Shuning maqsadida mana bunaqa yangi dori olib kelganmiz, Spectra Garlimix. Qiziq tomoni shuki, bu chesnok deyiladi, sarimsoq piyoz bor-ku.
O'shani ekstraktidan tayyorlangan dori. Ha, viruslarni kesarganda. Rahmat. Ham viruslarni davolaydi, ham appetitni oshiradi, ham immunitetni oshiradi, ham kasalliklarni davolaydi. Zo'r aka. Bir men sinov uchun bitta izlab ko'ring. Yo'q, nima o'tkirmasin? Yo'q. Ha. Eslaysiz, sarimsoqni yozda edi. Biz Ramazonda sal qiyinroq ekan. ota-onamiz, ota-onalarimiz ham o'zi bizlarni kasalliklarni davolash uchun bolaligimizda kasalliklarni oldini olish uchun sarimsoq yoz berardi. Bu o'shani yo'li. Gap yo'q aka, baraka toping. Savol yana sizga. Marhamat. Bu tovuq go'shtlarini sotib oladigan bo'lsak, tovuq go'shtlarida ko'p hozir yurtdoshlarimiz so'raydi mendan ham, men o'zim mutaxassis emasman, uni tushunadigan. Garmon qilyapti hozir. Qanchadir vaqtda tovuqlar yetilib qoladi va bu garmonlar o'sha tovuq go'shtini yesa insonlarning sog'ligiga zarari bor. Tovuq go'shti ham diyetaga kirmaydi deb men sal vaznimni yengillataman deb orada diyeta qilib turaman-da. Shuga o'rganib turaman. Siz nima deysiz? Siz mutaxassis sifatida. Aslida bu savollar juda ko'p tarqalgan. Garmon ishlatasizlarmi, ximikat ishlatasizlarmi yoki shunga o'xshagan savollar. Tabiiyda bu insonlar qiziqishi. Bu normal holat. Doim ham javob beramiz. Bu nima uchun parrandalar o'sadi? Nima uchun yaxshi bez beradi, yaxshi go'sht beradi? Bular asosan to'g'ri shakllangan ratsion, to'g'ri tanlangan zot va to'g'ri tanlangan parranda sharoiti bilan ta'minlansa va parranda eng sifatli go'sht tez o'sadi va sog'lom o'sadi. Garmon qilib Garmon umuman ishlatilmaydi. Garmonni ishlatishning ma'nosi ham yo'q. Va unga foydasi ham yo'q. Garmon degan narsa o'zi ishlatadi. Ha. Tovuq go'shtlarida ko'p muzlatilgan holatda bo'ladi. Ko'p suvlar bilan muzlatib qo'yiladi. Bu saqlashda shu muhimmi? Shunaqa suv bilan bir eritsangiz ancha qismi chiqib ketib qoladi. Nimaga shunaqa qiladi sotuvchilar? Bu so'yish jarayonidagi bo'lgan xatolik. Hop. Nimaga suv ichida to'planadi? So'yish jarayonida bir necha bor suv bilan ishlov beriladi. Parranda go'shti va undan keyin aslida uni sal quritish kerak deymizmi? Suyini chiqarish kerak bo'ladi. Xolodilnikka kiritishga onon. O'sha quritish jarayonida ichida agar suv qopqo'yga qo'ygan bo'lsa, xolodilnikka kirgan bo'lsa, o'sha suv bilan muzlab qoladi. Ha, tushunarli. Qadrli muxlislar, ko'rsatuvni dasturni ko'rayotgan bo'lsangiz, men juda unaqa parrandachilikda chuqur tushunmayman. Lekin izohlarda yozib ketinglar savollarni. Men balkim Feruz akamdan keyinchalik Samarqandga tashriflarim davomida savollaringizga javob olib berishga harakat qilaman. Feruz aka, sizni fikrlaringizni eshitdik, zo'r. Telefon raqamlaringiz bo'lsa, telefon raqamlaringizni murojaat qilsa kimdir, telefon raqamlaringizni aytsangiz, ikkinchisi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringiz bo'lsa, bu live bo'ladi, video. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringizni aytsangiz, siz bilan bog'lanmoqchi bo'lgan odamlar qaysi telefon raqamlariga murojaat qilishlari mumkin yoki call centerda telefon raqamlarini aytasizmi yoki faoliyatlaringizni ijtimoiy tarmoqlarda biz hozir qisqagina suhbatda ko'p ma'lumot bera olmaymiz. Ma'lumotlarni aytib bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoq yoki telefon raqamlarni o'zlari qiziqqan muxlislarimiz sizlar bilan bog'lanishi uchun. Albatta. Bizlar ijtimoiy tarmoqda bormiz. dp_faiz.uz Instagramimiz bor va ikkita kompaniyamiz bor va Samvet Servis sahifamiz bor. Ikkovlarga ham kirib qiziqsalar bo'ladi, xaridorlar yoki hamkorlar deb aytamiz shuni. Undan tashqari agar xohlasalar telefon raqamlarimizni beramiz. Aytavering, hozir bu jonli bo'ladi. Telefon raqamlarimiz meni shaxsim o'zimga telefon qilaversalar marhamat bemalol O'zingiz raqamingizni hamda korxonada kimdir savdo bo'limimiz reklamlarni beramiz. Kodi 50lik 884 63 43. Bu o'zingiz nomi. Bu savdo bo'limimizda. Ismlari kim? Jamshidbek. Jamshidbekka murojaat qilasizlar. O'zimga ham dedingiz, endi o'zimniki deb. O'zimniki ham beraman. 93lik 339 0505. Bo'ldi, Feruz aka, rahmat shuncha ma'lumot berdingiz. Baraka toping. Sizga rahmat, baraka toping, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, men juda unaqa tushunmayman, yana takror aytaman. Go'shtga kelamiz, biz chorvani faqat parrandachilikda iste'moldagi go'shtni ko'proq tasavvur qilamiz-da. Buni ichida rosa ilmi ko'p, rosa bilimi ko'p, ratsionlari, ozuqalari, kasalliklari, juda haligi kasalliklari bor. Chumo deyiladi, o'zbekchasini bilmayman. Chumo deb harakat o'ladi, qulishib
boshqa bo'ladi. O'shanaqa muammolar girdobida qolmaslik uchun agar parrandachilikda tadbirkorlik qiladigan bo'lsangiz, Feruz akaga o'xshagan mutaxassislar bilan mana bu vitaminlarni Jasurbek, siz iltimos yana bitta ko'rsatasiz. Akami fikrlaridan, mana bu narsalardan tushunyapman, juda tajribalari katta. O'shanaqa muammolarga uchramaslik uchun Feruz akaga o'xshagan, aynan Feruz aka emas, Feruz akaga o'xshagan tajribalari bor, bilimlari bor parrandachi mutaxassislari bilan fikr almashib, ulardan bilim olib tadbirkorlik qilsangiz, sizni ziyon ko'rishingiz kamayadi, ya'ni biznes qiladigan bo'lsangiz, riskingiz kamayadi. Nimaga? Tajribasi bor odamlardan bilim olganingiz hisobiga. Aka, xudo xolasa yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Rahmat sizga. Yana balkim nasib qilgan bo'lsa Samarqandga boshqa tashriflarimizni korxonalaringizga borib, muxlislarimiz qiziq qolsa ma'lumot beramiz inshaalloh. Men sizni korxonamiz nomidan tashakkur deyman sizga. Rahmat. Darvozamiz ochiq. Qachon xohlasangiz marhamat. Rahmat bo'ling. Yo'llar bor. Salom. Qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa beramiz. Zafar. Rahmat katta.